Hammaga assalomu alaykum. Bugun yana bitta eksperimentimizni ko'rsatib o'tkazamiz. Samarasida temir blokka qotirib, suvimizni ko'rsatamiz. Mana sizlar tushunib ko'rganlaringizdek, Samarasda bemalol 10 litr suvni ko'tarib turibdi temir blokimiz. Mana eng sifatsiz g'ishtlarimizni mana shu yerga o'zimizga bo'laveradi terib qo'yganmiz. Mana hozir shunga qotirib ko'rsatamiz endi. Imkon qadar mana shu hozir 20 kilodan 40 kilo gipsimizni qotirib ko'rsatamiz. Saltani ildik. İkinci saltani ham ildik. Hozir imkoniyat bo'lsa uchinchi saltani ham ilib ko'rsatamiz. Yaxshi turibdi samarasimiz. Bu hammasi narsani o'zini usuli bor. O'zini usuli bilan qotirsanglar ko'taradi. Çanta 20 kiloli. Samarasimiz ko'tarishiga ishonchimiz bo'lmas. Samarasimizni sinib ketmasa bo'ldi. Samarasimiz sinib ketdi. Mana, kel ko'rsat. Yana bo'lak singan yo'q, mana samarasi yaqindan kelib ko'rsat, samarasi sinib ketdi. Ko'taradi. 100 kiloni bo'lsa ham ko'taradi, faqat samaras bardosh bermadi. O'sha.